Assalomu alaykum, hurmatli fermer xo'jaligi rahbarlari. Sizlar bilan Farg'ona Vodiy agroklinika MChJ rahbari Akmaljon Maqulevman. Bugun mana Bismillahirrohmanirrohim deb paxta agrotexnika ishlovlarini boshlab olamiz. Shu kunda deyarli 100% maydonlarimizda chigit ekish yakunlanib, 90% maydonlarimiz to'liq unib chiqqan. Endi shundan 50-60% maydonlarimizda g'o'za 2-3 chimpak chiqarish holatida. 30-40% maydonlarimiz unib chiqqan, lekin hali chimpak chiqargan yo'q, chiqarish holatida. Hammalaringga ma'lumki, bu yil bahor, aprel oyi nisbatan har yilgiga nisbatan sovuq keldi, harorat past keldi. Bu nima degani? Bu degani tuproq sovuq bo'ldi. Tuproq sovuq bo'lgandan keyin o'z-o'zidan nihollarimiz unib chiqishi ham qiyin bo'ldi. Unib chiqqan nihollarimiz rivojlanib ketishi ham albatta qiyin bo'ladi. Sababi tuproqdagi harorat maksimum, minimum o'rtacha 14 darajadan oshmaguncha amal sust bo'lib rivojlanadi. Hamda ildizda zamburug'li kasalliklar rivojlana boshlaydi. Bu qanaqa kasalliklar? Birinchi fuzarioz, gammoz, ildiz chirish kabi kasalliklar rivojlanadi. Bu kasalliklar o'zini belgilarini ko'rsatmaydi. Paxta yashnab turadi, bargi ko'm-ko'k holatda turadi. Ayrim joylarda o'sha barglar sarg'aya boshlaydi. Buni belgilari asosan havo harorati 25-30 darajaga yetganda yoppa ko'rinishni boshlaydi. Ayrim joylarda g'o'za nihollari sarg'ayib, barglari sarg'ayib, qurish jarayonlari kuzatiladi. Bu ayniqsa yer osti suvi yaqin zak yerlarda ko'proq bo'ladi. Ayniqsa yer zak, harorat past. Bu kasallikni tarqalish ehtimoli ko'proq bo'ladi. Endi tuproqda harorat past, amal sust, o'zi Xitoy navlarimiz mahalliy navlarga nisbatan kechkiroq, buni hammamiz bilamiz, 10 kun 15 kunga kechkiroq. Buni ertaroq pishirish uchun, tezroq amalga oldirish uchun nima ish qilish kerak? Birinchi, bu harorat past tuproqda kultivatsiya yurolmaydigan maydonlarda rixleterda o'zi bo'lsa ham, rixleniyani o'zini bo'lsa ham bir marta kovlab qo'yamiz. Kultivatsiyaga kelib qolgan maydonlarda zudlik bilan kultivatsiya qilamiz. Sababi yerni kovlamasak, tuproq ostiga issiq harorat kirmasa amal bo'lmaydi, amal to'xtab turaveradi. Shu agrotexnik tadbirni bajaramiz. Buni orqasidan nima qilishimiz kerak? Barg orqali suspenziya berishimiz shart, tezda, zudlik bilan. Va suspenziyaga ildizni zamburug'li kasalliklardan himoya qiluvchi hamda ildizni 2 barobar tez rivojlantiruvchi preparatlar bor. Shu preparatlarni suspenziya bilan birga qo'llasak, samarasi 2 barobar yaxshiroq bo'ladi. Misol uchun, hozir shu kunda biz unib chiqqan g'alla maydonlariga 3 xil ko'rinishda suspenziya beryapmiz. 2-3 chimpak chiqargan maydonlar uchun 1 gektar maydonga 1,5 litr hosil 33, 1 litr fosfor beryapmiz. Buni narxi 60 ming so'm bo'ladi. Kimda kim shunga ildizni zamburug'li kasalliklardan himoya qiluvchi hamda ildizni 2 barobar tezroq rivojlantirib beruvchi rotor preparatini qo'shib ishlatadigan bo'lsak, bu ishlovning narxi 90 ming so'mga to'g'ri keladi. 50 gektar maydonga 4,5 million pul degani. Bu 50 gektar maydonga 4,5 million, bu juda arzon. 3 xil preparat bilan qilingan suspenziya 1 gektar maydonga 90 ming. Bu arzon. Lekin samarasi o'ta kuchli. Buni bir necha yildan beri qo'llab kelayotgan fermer xo'jaliklari, hamkorlarimiz juda ko'p. Endi ikkinchi variant o'sha 2 chimpak chiqargan maydonlarga ildiz rivojlantiruvchi bilan qo'shib sepish bo'lsa, 3-variantimiz bor. 3-variantimiz kechkiroq ekilgan maydonlar. Kechkiroq ekilgan maydonlar hali chimpak chiqargan yo'q. Lekin buni chimpak chiqarishini kutib o'tiradigan bo'lsak, yana kun yutkazamiz hamda ildizni kasallantirib qo'yamiz. Shuni oldini olish uchun
biz hali chimbar chiqarmagan maydonlarga germanal kislota beramiz. Hosil 34 germanal kislotasini beramiz. Bu kislota urug'barg orqali bemalol kirib o'simlikni qo'zg'ata oladi. Chunki bu tarkibi organik kislotadan tashkil topganligini hisobiga urug'barg orqali ham ta'sir ko'rsata oladi. Unga ildizni rivojlantiruvchi rotor suspenziyasini qo'shamiz. 1 gektar maydonga bo'ladigan ishlovimiz 90 ming so'mga to'g'ri keladi. Qimmat emas. 50 gektar maydon uchun 4,5 million pul degani xolos. Shuning uchun zudlik bilan bugundan harakatni boshlaymiz. Kultivatsiya, rixleniya hamda barg orqali suspenziya. Bu ishlarni zudlik bilan amalga oshirishni boshlashimiz kerak va talab qilinadi. Chunki tuproqda harorat past, kech unib chiqqan maydonlar yana kechikishiga, ildiz kasallanib qolishiga sababchi bo'lib qolmaylik. Sizlar bilan Farg'ona Vodiy agroklinika MChJ rahbari Akmaljon Maqulov bo'ldim. Telefon raqamlarimizni eslatib o'taman. 90lik kodi bilan 407 21 56, 91lik kodi bilan 446 06 65. Bu videoni tagida kommentariya qismida Telegram kanalimiz ilovasi bor. Kirib, a'zo bo'lib, maslahat so'rashlaring mumkin. Bu videoni zudlik bilan barcha kanallarga, barcha fermer xo'jaligi telefonlariga, kanallariga, MMTP tuman viloyat kanallariga zudlik bilan tashlab beringlar. Like bosib qo'yinglar. Sizlardan qolganlar ham, boshqalar ham ko'rsin. E'tiborlaring uchun rahmat.